Prezidentimiz yangi Toshkentning eng muhim ma'naviyat maskanlaridan biri O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosi qurilishi jarayoni bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari birinchi marta O'zbekistonda mana shunday milliy innovatsion kutubxona barpo etilayotgani va bu maskan asrlarga tatigulik ma'naviyat, ilm-fan o'chog'iga aylanishi, yangi O'zbekistonning yangi tamaddun eshiklari kaliti aynan mana shu yerda bo'lishini alohida ta'kidladi. Bizning ikkita tomirimiz, ikkita asosiy tayanchimiz bor. Biri iqtisodiyot, ikkinchisi ma'naviyat. Yuksak ma'naviyat bilan tarbiyalangan yoshlar ota-bobolarimizning munosib vorislari bo'ladi. Keng fikrlaydigan shaxslar bo'lib yetishadi. Shu sababli biz yangi shahar qurilishini ta'lim muassasalaridan boshladik. Bu joylar yuzlab yillar davomida ma'naviyat, ta'lim, ilm markazlariga aylanishi kerak dedi davlat rahbari. Shuningdek, davlat rahbari jamiyatimizda kitob o'qish yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidlab o'tdi. So'nggi 8 yil davomida kitobxonlikka bo'lgan qiziqishni faol qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda kitob o'qish nafaqat shaxsiy hordiq, balki turli yoshdagi va kasbdagi insonlarni birlashtiruvchi muhim ijtimoiy qadriyatga aylandi. Ayniqsa bu sohada muvaffaqiyatga erishganlarni qo'llab-quvvatlash yaxshi an'anaga aylandi. Xususan kitobxon fuqarolarni rag'batlantirish va ularni ruhlantirish maqsadida turli tanlovlar va tadbirlar o'tkazilmoqda. Hatto yosh kitobxon tanlovlari g'oliblariga avtomobil sovg'a qilinmoqda. Milliy kutubxonamizda davushi, yuragi, niyati, istagi xonadonga kirib borishi, nima takliflaring bor bo'lsa, biz uni ham ko'rib chiqamiz. Yangi milliy kutubxonamizga kontent qanday bo'ladiki, jamg'arma qilaylik hozirdan. Shu jamg'arma kitobxonni chorlashga, chaqirishga o'zini ijobiy natijasini beradi. 8 yil ichida kitobxonlik, kitob o'qish, kitob ko'paygani, kitob do'koni ko'paygani keskin o'zgardi desak, bu to'g'ri. Odamlar kitobga qaytdi. Shu loyihani ichida qo'shimcha har bir viloyatda bu kutubxonani do'koni bo'lsin, o'zini klienturasi bo'lsin. Bular ham o'zi tijorat bilan shug'ullanib, o'zining loyihalarini ishlab chiqib, filiali bo'lsin. Xuddi Milliy universitetda o'qigandek, ularga ham 150 o'rinli o'qish zallari qilaylik. Ana shunday qilib biz kitobxonda chaqirib, har chorakda bir marta kitobxonlarda musobaqa bo'lsin. Kitobxonda o'zi bilan gaplashinglar, olimlar bilan gaplashinglar. Ilm nuqtai nazaridan fan nomzodiga, doktor professorimizga bu yerda o'qib, o'zini ishini bajarishga ham milliy kutubxona ustma bersin. Bu ham chaqiruv bo'ladi. Milliy kutubxonamizda 14 ta qanoti bo'lib, bu milliyligimizni, o'zligimizni anglash, ma'naviyat markaziligini bildirib turish kerak-da. Bu eng mo'tabar joy bo'lsa, ma'naviyat nurli chiqayotgan joy bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Zamonaviy va muhtasham milliy uslubda bunyod etilayotgan bu maskan yangi O'zbekistonning boy ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy va madaniy merosini o'zida mujassam etadi. Shu bilan birga zamonaviy kutubxonachilik talablari asosida kitobxonlarga xizmat ko'rsatish yanada takomillashtiriladi. Davlatimiz rahbari yangi yil arafasida ayni yangi loyihalar qatorida milliy kutubxona yangi binosining qurilishiga kelgani mana shu bevosita ma'rifatga, ma'naviyatga bo'lgan e'tiborini ko'rsatadi. Chunki kutubxona bu ma'naviyat o'chog'i. Bu yerdagi saqlanayotgan kitoblar, ming yillar davomida yig'ilgan xazinalar, hikmatlar, bularning hammasi kitobda jamlangan. Yoshlardan tortib kattalargacha kitob o'qisa, mana shu kitobdagi ilmlarni olib singdirsa, yangi O'zbekistonning fidoyilari, yangi O'zbekiston fuqarolari, yangi O'zbekistonning bunyodkorlari, quruvchilari yetishib chiqadi. Mana shunga alohida urg'u qaratgan holda ularga yaxshi sharoit yaratish, dunyo texnologiyalaridan kelib chiqqan, standartlardan qolishmagan texnologiyalarni mana shu yangi barpo etilayotgan milliy kutubxonada hozir etish bo'yicha ishlar davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. Milliy kutubxonaning ichidagi faoliyat yuritish konsepsiyasini to'liq ko'rib chiqishimiz lozim bo'ladi va topshiriqlar asosida biz buni innovatsion ilmiy markazga aylantirishimiz kerak. Bizlardagi mavjud boyligimizni, raqamlashtirilgan boyligimizni, ilmiy boyligimizni, o'zimizning dissertatsiyalarimizni, xorijdagi dissertatsiyalarni o'zaro almashuvini tashkil qilishimiz kerak. Shuning uchun bu borada biz o'zimizning elektron resurslarni xalqaro maydonga olib chiqish, xorijdagi mavjud dissertatsiyalarni O'zbekistonga olib kelib, O'zbekiston foydalanuvchilari uchun mutolaa qilish uchun sharoitlarni yaratish kerak. Shu bilan birgalikda davlatimiz rahbari mana bu yerdagi yaratilgan sharoitlar faqat mana shu milliy kutubxona yangi binosida emas, hududlarda ham xizmat qilishni tashkillashtirish bo'yicha topshiriqni berdi. Mana shu asosda o'zligimizni anglagan holda dunyoga o'zimizni ko'rsatib, namoyish qilib, yangi milliy kutubxonada xalqaro ilmiy anjumanlarni o'tkazish bo'yicha barcha sharoitlarni yaratish, kutubxonachilik
kitobxonlarga zamonaviy xizmat ko'rsatish, ya'ni bu yerda yosh kitobxonlarni tarbiyalash, hali maktabga chiqmagan bolalarni ham kitobxon sifatida tarbiyalash to'g'risida tegishli topshiriqlarni oldik. Yangi chiqqan kitoblarni ko'rgazmalarini tashkil qilish, xorijiy adabiyotlar ko'rgazmalarini qilish, almashish, jahon kutubxonalari bilan o'zaro xizmat ko'rsatishdagi amaliyot va tajriba bilan. Mana shu asosda biz doimiy ravishda xizmat ko'rsatishni yangi zamonaviy shakllarini ko'rsatib borish kerak. Yangi Toshkent hududida juda ko'plab yangi o'quv muassasalar, universitetlar quriladi va taxminan 80 ming, 100 ming talabalar shu yerda ta'lim oladi va ularni ehtiyojlariga mo'ljallangan ichki kutubxonani xizmat ko'rsatish konsepsiyasini tashkil qilish bo'yicha davlatimiz rahbari topshiriq berdi va bunda nafaqat mutolaa qilish uchun barcha sharoitlar, ham qog'oz ko'rinishda, elektron ko'rinishda o'zlari bilan fayllarni yuklab olish, telefonlarda yoki planshetlarda o'qish, lekin shu bilan birgalikda o'zaro coworking, birgalikda ishlash markazlarini tashkil qilish bo'yicha topshiriqni berdi. Kompleksning umumiy maydoni 30 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Kutubxona bir vaqtning o'zida 1,5 ming o'quvchini qabul qila oladi. Davlat rahbari binoning o'ziga xos me'moriy yechimlarida milliyligimiz aks etishi zarurligini, kitobxonlarning yoshi, salohiyati va talabiga mutanosib ravishda sifatli xizmatlarni taqdim etish, bu borada ilg'or tajribalarni tatbiq etish muhimligini alohida qayd etdi. Taqdimotda balandligi 30 metr, 4 qavatli inshootning kirish qismidan to har bir zali va xonalarni jihozlash, kitob fondini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha yuqori texnologik yechimlarga e'tibor qaratildi. Prezident bergan topshiriqlarga asosan biz chet eldagi mutaxassislar bilan birgalikda akustika mutaxassislari bilan va umuman kutubxonalarimizga komfort sharoit yaratish bo'yicha kerakli bo'lgan hamma mutaxassislar bilan ekspertlarimiz bilan shartnomalar tuzib birgalikda loyihalashtirdik. Biz ko'proq Turkiya va Buyuk Britaniya loyihachilari bilan ishlayapmiz. Ahamiyatli jihati har bir qavatimizni o'zini funksiyasi bor. Ya'ni bolalar uchun alohida qavat, o'smirlar uchun alohida qavat, ilmiy kitoblar alohida qavat va har bir qavatdagi kitobxonlarimiz bir-biriga xalaqit qilmagan holda o'zini kitoblarni o'qish imkoniyatiga ega. Juda professional, katta arxiv va eski noyob kitoblarimizni ta'mirlash sexni ham qurganmiz. Loyihamizni 2026-yil mart oyida butunlay topshirishni rejalashtirganmiz. Loyihaga ko'ra 10 milliondan ortiq adabiyotlar fondini saqlash va muhofaza qilish uchun maxsus qurilmalar o'rnatiladi. Kutubxona ko'p funksiyali ilm-fan, ma'naviyat markazi bo'lishi, yuksak mutolaa madaniyatini shakllantirishi bilan bir qatorda dam olish va muloqot uchun madaniy va intellektual maydonga aylantiriladi. Davlat rahbari bu bo'yicha mutaxassislarga tegishli topshiriqlar berdi. Xususan, bino ichida 300 o'ringa mo'ljallangan kafe, ko'rgazmalar o'tkazish uchun galereya, shuningdek stol tennisi va boshqa turli intellektual o'yinlar uchun maxsus zallar ajratiladi. Bir so'z bilan aytganda, mutolaa va dam olishga uyg'un muhit yaratiladi. Davlat rahbari yana bir muhim jihatga e'tibor qaratdi. Mazkur kutubxona faoliyatini oliy ta'lim muassasalari bilan integratsiya qilish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, shu jumladan elektron resurslar bilan ishlash salohiyatiga ega, IT texnologiyalar bilan ta'minlangan mutaxassislarni tayyorlash muhim. Bunyod etilayotgan yangi kutubxonada bir kunda kitobxonlarni bir vaqtida tashrifi 1,5 mingga yaqin bir vaqtning o'zida bu hozirgidan nisbatan 2 barobar ko'p bo'lyapti va agar kun davomida bu kitobxonlarni 2 marta, 3 marta almashadi desak, kunga 4 ming, 4,5 ming kitobxon tashrifini rejalashtiryapmiz. Bu alohida bir jihati shu yangi kutubxonani transformatsion o'quv zallarini tashkil qilganmiz. Bu o'quv zallarimiz tadbirlarimizga moslashib bo'ladi. Tadbir qilganimizda buni biz o'sha tadbirlar uchun foydalanamiz. O'quv zali kitobxon ko'payib ketganda mutolaa uchun qilishimiz mumkin. 7 yoshdan 70 yoshgacha kitobxonlarga xizmat ko'rsatiladi. Milliy kutubxonada davlatimiz rahbari tomonidan kutubxonadan yil davomida eng ko'p faol foydalangan kitobxonlarni alohida bir biz o'sha foto suratlarini qilaylik. Alohida qilib shu o'quv xonasiga ularni joylashtiraylik. Yillar o'tib, ularning avlodlari kelib, mana dadam yoki mana buvim, bobomlar shu kutubxonadan kelib foydalanganda mana bunaqa alohida bir e'tirof etilgan deb bu faxrlanishsin, g'ururlanishsin degan fikrlarni bildirdilar. Kutubxonachilarni o'qitish masalasini qo'ydilar. Shu bilan birgalikda bugungi kunda o'sha o'rta bo'g'in kutubxonachilarini ham ta'limi juda ham muhimligi va milliy kutubxonada ular andoza olish kerakligi ta'kidlandi. Kutubxonaga kirgan har bitta kitobxon bizni milliyligimizni va o'zligimizni kirgandan his etsin dedilar. Aynan shu uchun kutubxonani dizayni, har bitta o'sha mebel jihozlari, bularni barchasida o'sha milliylikni albatta e'tiborga olinyapti.
Yaqin istiqbolda Milliy kutubxona yangi Toshkent va yangi O'zbekistonning asosiy ma'naviy maskaniga aylanadi. Bilim va ma'rifatga bo'lgan intilishning hamda zamon talablariga mos ma'rifatli jamiyatni shakllantirishning poydevori bo'ladi. Milliy kutubxonaga bo'lgan intilish va unga borish yo'llari ramziy va amaliy jihatdan zamonaviy infratuzilmalar bilan yanada mukammallashadi.